Do'stlar, xayrli kun hammaga. Bu Avtoulov kanalimizga obuna bo'linglar. Bugun sizlar bilan Lisang avtobrendiga tegishli i6 modelini obzor qilgani ketamiz. Hammasi qiziqarli bo'ladi. Ketdik. Avtoulov kanaliga obuna bo'linglar. Qiziqarli bo'ladi. Avtoulovimizni ikki xili bor. Ikkita motorli va bitta motorli. Ikkita motorligisi 540 ta ot kuchiga ega, 87 kilovattlik batareyka bilan jihozlangan. Avtoulovimiz o'rindiqlarga keladigan bo'lsak, juda ajoyib o'rindiqlar bilan jihozlangan. Mana qo'lim bilan ko'rsatayotgan joyim perforirованный joyini tabiiy napa ko'jadan qilingan. Juda yumshoq, mayin. Yonlari esa sun'iy charm bilan qoplangan. Avtoulovimizda o'tirish juda qulay. Old o'rindiqlar isitadi, sovutadi, massaj, orqa o'rindiqlar isitadi, sovutadi. Avtoulovimizga joylashadigan bo'lsak, rul tepa pasti hammasi avtomatik ekan. Joylashadigan bo'lsak, mana oldida xo'sh joy ko'p. Orqaga o'tamiz. Orqada ikkita mush, oldida 3 ta mush. Orqada o'tirish juda qulay. Sidenya ham bu yerdan yonboshdan avtomatik tepa pastga qilsak bo'ladi. Mana tepadagi agar oxirigacha tushirib olsak, juda qulay. Uzoq yo'lga bemalol ketardim. Podlokotnikni qaraydigan bo'lsak, podlokotnik oddiy ekan. Ikkita podstakanlik bu yoqda. Bu yoq plastmassa bilan qoplangan ekan. Avtoulovimizning eshik qismiga keladigan bo'lsak, hech qayerda plastmassa yo'q. Plastmassa faqat bu. Qolgan hamma joyi sun'iy charm bilan qoplangan. Bu tarafi plastik ekan, u ham takoy yumshoq plastik. Oynalarimiz 2 qavatli, o'zini 21 ta kolonkasiga ega. Avtoulovimizni